Gülşen. Qanday dostum Berna? Yaxshi. Nega mangda? Sinfqa. O'qish bitirishga bir necha qolgandan o'zingni qiynab yana mashq qilmayapsan-da. Mashqni to'xtatqim kelmadi. Ko'proq mahorat o'rganib olsam deyman. Saboqdoshlar ayrilib bir necha oydan keyin taraf-tarafga ketamiz. Ko'proq tilla bo'lganga yetamdi adash. Jirah yotoqqa kirib ondan bir yak berib o'ynab kelaylik. Men hozir yotoqdan chiqdim. Bir asab mashq qilsam qaytib kiraman. Meni majburlama. Men sendan xafa qoldim. O'qish bitirish imtihonlari tugagan tursa, mashq deganda taqsim qilgan o'makka bir qilib olsangmi bo'ladi emasmi? Mening yaxshi do'stim, meni tushangin. Bo'pti, men seni yotoqda saqlayman. Ma'qul. Berna, bir qarorga keldingizmi? Men sizdan xo'shib qalay Ali, meni qiynamagan bo'lsangiz. Qaraganda meni yoqtirmaydigan o'xshaysiz. Bir yildan buyon talay qatim sizga ko'nglimni izhor qildim. Sizga va'damni berdim. Ammo talabimni rad qilib kelyapsiz. Mundaq desangiz meni xato tushunib qolgan bo'lasiz Ali. Rasketni qilsam men kasbda muvaffaqiyat qozonmoqchi muhabbatni o'ylashmayman. Bu gapni sizga necha qatim dedim-ku. Meni rostla hijil qilmang bo'lamdi. Biz menga yaxshi saboqdoshlardan bo'lib o'taylik. Ma'qulmi Ali? Siz rost gapingizni demayapsiz Berna. Bu mening yuragimdagi rost so'zim Ali. Mening turmushga birdamli qizg'inlik ham xam xiyol bilan muomala qilgim kelmaydi. Turmush ham muhabbatda nimani tanlashni rostla o'ylashmadim. Meni kechiring. Men sizni yaxshi ko'raman Berna. Bu yaxshi ko'rishim mangu davomlashadi. Yaxshi ko'nglingizga rahmat Ali. Mening ishim bor edi. At ko'rishaylik. Berna, Berna, to'xtang. Ipim taq tugimidi.
Hey Berna, bizga gap qilayim demaysan-ku. Mushkunda ish harakatlaring bak sirliqlashib ketyapti jimoa adash. Nədiki gapni qilyapsan? Men seni berib mashq qilib keldim. Mashq? Sening banayın ko'p qilmushkunda. Mening bilishimcha, Ali seni cho'qim keltirib oldi, shundaqmi? Maktab bitirdigan chaqda oxir muhabbatlashib qoldigan bo'ldinglar-da. Sen bek yomon jimi, Berna. Sen meni bek teriktirsan jimi. Buni Alini o'zdan keltirib oldi deyman. Ha, demsan? Ha, demayman. Berna, Aliga ma'qul desang bo'lmamdi. O sening dadangda sarang bo'lib qolmasa yana. Sizlar nima desanglar mayli. Men hech kim bilan muhabbatlashmayman. Hozir taq vaqt emas. Nima bo'ldi Berna? Hasrab ketibsan-ku. Ali talpimga ma'qulding deb yotoqqa chiqoqlab ketdi-ku. Shuni yerib hasrab bulamayli qoldi. Ali'ni Bernani qo'g'lashqadak jur'at yo'qchimi? Bo'lmasa uning ko'z tushgan bir yildan buyon uni keltirib bo'lmabdi. Sizlarning og'zinglarni yar yilimda aytib deyman. Og'zinglarga muhabbatdan boshqa gap kelmaydi. Kasbimiz haqida, g'oyamiz haqida paranglashgan bo'lsak, ko'nglim suyunib ketadi. Sen g'oya, kasb degandek satsatlaringni ko'tarib chiqding-ku, Berna. Bo'ldi-la, taqdirimizni, peshonimizni ko'raylik. Bugungi o'qish bitirish marosimimiz nihoyat yaxshi bo'lyapti-da. Bu o'qish bitirish marosimimizning xotirasi uchun saboqdashimiz Berna naqsh etib tasqandaq. Qaraganda Berna usul kasbida emas, kelgusida naqsh etishchakdimi, xayr ko'z ko'rib qolgandir. Uning ovozida qandaqdir bir xil o'zgacha alaylik bor. To'g'ri. Agar Berna usuldimi, naqshidimi o'zini tang taraqqiy qildira olsa, kelgusida cho'qim muvaffaqiyat qozona oladi. Bernada bir yoshurun talant bor jimo Ali. Qarg'ana. Uning naqshi nima degan hissiyotliq. Bu shtabda hayajondan yosh to'kib kelyapti. Sen bek boşankensen. Neçə yıl Berna'nın işqida o kap buldum. Lekin onu keltiremedim. Bundan keyin onu esimden çıkarıp demey azabını ötesem mi? Derdimni özlem bilime adaş. Bazıda Berna'nı yaxşı görüp qalğanımğımı pişayman qılıman. Biroq Berna meni zohidini tushunmadi. Tushunishni xohlamadi adash. Bo'pti, ko'noni yerim qilma.
Lekin bo'ldi. Ha? Chiq so'g'a o'xshaydi. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do feel that I do will miss you much, miss you much. Sen yana yalğız qaldığan boldun. Uyga yaxshi qarab tur. Ma'qulmi? Ha? Xo'sh. Sen nima qilmoqchi? Aka so'mkini. Aka. Sen nima qilmoqchi? Tat. Oyjon. Bo'la, ocha so'mkini. Nima aka? Ochsan bo'la, buni yo'q-ku. Astag'firullah. Odam keldi, qochaylik. Qochaylik. Mana. Kim qilishyapti? To'xta! Bu ablatlar. Qizchaq, o'rningizdan turing. Bir narsa bo'lmagansiz. Yo'q. So'mkingizni eling. Rahmat. Ko'p kunduzdimi bulanchilik qilgan bormi? Tozim odam emas nima ekan bu? Qizchaq, nega olmoqchi edingiz? Men olib qo'yay. Bo'ldi, rahmat. Helimi meni qutuldirib oldingiz. Men sizni degan yeringizga olib qo'yaman. Bu holingiz bilan ko'cha yursangiz bo'lmas. Qani, mashinaga chiqing. Bulanchilarga yana uchrab qolmang. İsmingizni bilib baqsam bo'lamdi? Ismim Berna. İsmingizmi chiroyli ekan. Nada ishlaysiz? Do'stlik san'at umigida. Artistkansizda? Siz naqshchimi yo usulchimi? Meni xato tushunib qolmang Berna. Men bir mashin savdogari. Yo'q, men undaq o'ylamadim. Rahmat, sizni avar qildim. Hech qisi yo'q. Ismimni so'rabmi qo'ymadingiz-ku? Qaraganda sizga yomon ta'sir berib qo'ygan o'xshamamdi men. Yo'q. Yaxshiligingizni hargiz unutmayman. Qo'rqinchilikda ismingizni so'rashni unutib qoldim. İsmim Ablat. Aras.
Sizning telefon nomeringizni yozib olsam bo'ladimi? Deb berishni xohlamasangiz, sizni xijil qilmay. Bu mening ism kartoshka. Ish bo'lsa telefon qilasiz. Xo'shamsa. Xo'sh. Xo'sh. Uyga kiraylisan hecham unamay ketding adash. Bo'ldi Gulshan. Cho'nglar bu yerda erkin ozoda so'zlashgili bo'lmaydi. Bu yer tinchga. Taqdir degan ajoyib bo'ldi ekan juma adash. Ali ikkinglarning bir o'mak taqsim qilinib qolganinglarga saboqdashlar hayron qoldi. O'zingmi o'ylamagan bo'g'iding haqiqatan. Bundaq bo'ldig'ini zot o'ylamabdi ekanman. Uningdan qochib yurib, yana uningga tutilganimni qaramamsan. Ali yana kayningga kirib olammi? Men bo'ldim. Jimib ketding-ku. Gulshan, men maktabdagi chog'da ko'nglimdagi hamma gapni senga aytgan. Hozircha muhabbat bog'lashni zot o'ylashmadim. Rost gapni qilsam, bu qaynamga oldirab kirgim yo'q. O'makka o'rinlashganimga aran texi 2 oydan oshdi. Mening nurg'un narsalarni tushunishimga, nurg'un narsalarni egilishimga to'g'ri keladi. Men seni tushunaman Barna. Deganlarim haqiqatan to'g'ri. Sen g'oyilik ham irodalik. Men seni qo'llayman adash. Sen shunday qilib kasbingni tashlab o'tamsan? Qanday qilman deysan? Mening bir o'maklarga kirib ishlash orzuyim bor edi. Biroq dadam artist bo'lmaysan degan fikrida chang turib olib, o'qigan kasbimni nobud qildi. Undaq odam nima uchun seni san'at institutida o'qitgan bo'lg'aydi? Jinim do'stim, bu gaplarni tilga olmag'in. Dadamning o'sha qiliqlarini o'ylasamlar, o'zimning go'shini o'zim yegdak bo'lib azoblanib ketaman. So'rsang san'at xato o'qitib qo'yibdiman deydi shu. Dadammiz hech mutasib odam ekan juma. Shuni degani, texi mening boshqa faoliyatlarimdan cheklayotdi. Yangidan ochilgan bir meyxonaga usulchi, naqshchi jiddiy ehtiyojli ekan to'q. Shu yerdan bag'ismidi. Bo'lmasa, seni shu yerga tanishtirib qo'yay. Kashlar naqsh etib, o'zingni asfalt chinib turmamsan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qaytdingizmi? Ha. Men ishxonaga chiqib tushay. Undan keyin birga tamoq yeylik. Rahmat Ali. Mening sirtda ozroq ishim bor edi.
qizni men taniydigandek qilaman. Rasman. İsmini Berna degandi. Uni bir qatam bulanchilarning qo'lidan qutuldirib qolgan deb. Asli u naqshchi ekan-da. Bu qizning naqshisi bo'ladi ekan. Shundoq. Ovozidimi boshqacha bir xil his etmagan. Bo'lmasa shu qizning naqshisini bir VCD plastinka qilib chiqib baqsangmi? Naqshisi haqiqatan yaxshi ekan. Bu qiz bilan so'zlashib beqib, agar ma'qul ko'rsa VCD plastinkasini chiqarsam bo'ladi. Bu tanilmagan naqshchi ekan. Haq bayqab qolsa tatib oladi juma. Uning naqshlari menimcha cho'qim baza topadi. Bo'libmi yashab plastinka ishlashga nurg'un pul ketadi. Bir muncha pulni xajlab qo'yib, plastinka setilmay qolsa, nurg'un ziyon tortadi ekan. Bu deganing mug'oras. Yaxshimisiz? Qani o'tiring. Bu she'r naqsh etgansizda? Ha, biraz hafta bo'lib qoldi. O'zimni chiniqtirib she'r naqsh etdim. Sizni bu yerda uchirib tutilishimni zada o'ylamabdi ekanman. Shuni demaysiz. Taqdir bizni yana uchrashtirdi. Aras, bir narsa ishapsiz. Yo'q, men ishni ishmayman. Tatinma. Nima xalsangiz shunidan. Rastla ishmayman, uning ustiga hozir qaytaman. Birdan parangiz bo'ltamamdoq. Keshib qoldi. Berib tamomlasam bo'lmaydi. Xo'sh. Amisi men sizni apirib qo'yay. Bo'ldi. O'zim ketalayman. Siz avara. Avara bo'ldiga ish yo'q. Sizni apirib qo'yay. Yatağınız o dayar ekan. Nima degan jimjit? Ömrümüzün muhiti xili yomon emas. Odamlar asan yoqtirib qoladi. Yataqda o'zingiz yolg'iz yotamsiz. Shundoq desam bo'ladi. Sharoitingiz haqiqatan yaxshi ekan. Xo'shoblatma kirib ketay. To'xta. Rost gapimni desam siz bilan uchrashgandan keyin o'zimda boshqa bir xil hissiyotning paydo bo'lganligini his qilyapman. Sizda bir xil sehriy kuch bor ekan. Xo'shamsa men kirib ketay. Biz yana ko'rishib tura olamizmi? Xo'sh. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz Barnog'u deymi? Ha. Men sizni izlab o'mak kirsam, sizni yatag'ida dedi. Shunga surishtirib berib, sizni bu yerga izlab kelishim. Siz? Ha, siz meni tonimaysiz. Men naqshlind tijarati bilan shug'ullanaman. Ismim Samat. Oldingi kuni kechda meyxonada sizning naqshingizni anglagandim. Shunga sizning naqshlaringizni VCD plastinka qilib ishlash niyatida bugun alayda sizni izlab keldim. Shundaqmi? Qani kiring. Ha. O'tiring. Qani, choy iching. Rahmat. Barna, tayyorlab qo'ygan yangi naqshlaringiz bormi? Az to'liba. Mening farzimcha
sizning naqshlaringizni cho'nglar qaraganda yoshlar bakrak yoqtirib olishi mumkin. Shunga biz ishlaydigan VCD plastinkasida yoshlarni asos qilgan holda sho'xroq musiqalarni tanlasak deyman. Siz qanday? Men texi naqsh plastinkasi chiqarishni o'ylashmagandim. Nurg'un dangliq naqshchilar bor yerda. Men aldirab plastinka chiqarsam, sizcha aplashammi? Voy, qiziqkansiz Barna. Hozir degan qandoq davr? Hozir degan bozor yilik davri, raqobat davri. Kimning o'z maharati bo'lsa, shu o'z maharatini ko'rsatgan gap. Ha? Sizning naqshlaringizni men bir anglab yoqtirib qolgandim. Shunga men sizni jamiyatga tanitman, cho'lpon qilib yetishtirman. Ha? Rahmat. Lekin bak oshirvatdingiz. Qani, men avval tayyorlik qilib baqay. Bo'ladi. Telefon. Voy, Barnoma. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ha, siz bilan ko'rishay degandim. Asta, jiddiy ishim bor edi, amal qilolmayman. Mening boshqa niyatim yo'q, Barna. Bir haqiqatdan bile tamoq yeyli degandim. Xafa olmang. Men rostlanib borolmayman. Hozir bir bilan so'zlashyotdim. Ha, kim o? Men tanimaydigan birisi emas-ku. Plastinka ishlaydigan sodiga. Ha, mundaqda. Amisi ancha muhim ish emas ekan. Men saqlab turing. Hozir sizni og'il borman. Unchalik xafa bo'lib ketmang, Barna. Men sizni uchratgan kundan boshlabla yaxshi ko'rib qolgandim. Sizni har qancha o'ylamay desam-mo, xiyolimdan chiqarib o'tamadim. Agar siz talabimni rad qilsangiz, umr bo'yi dard alam ichida o'taman. Meni tushuning, Barna. Barna, men sizni rostdan yaxshi ko'rib qoldim. Siz chiroyli, nazokatlik. Men siz uchun har qanday badal to'lashga rozi. Sizni baxtli qila olayman, Barna. Men sizning bunday deydiganligingizni bilgan bo'lsam, hargizmi birga tamoq yegili bormaskanman. Undaq dema. Har qanday chiroyli qizmi turmushdan, muhabbatdan o'zini chetga olmaydi. Barna. Taqdir bizni uchrashtirgan kundan boshlabla o'tirimizda bir xil rishta paydo bo'lgan. So'zimni obdaroq o'ylanib beqqan. Ma'ayli.
boladı. Zaten nima uchun? Men chegish bir kişilik munosabat to'g'risiga kirib qoldim. O'zimning irodasiga xilof oldi kirib qoldim. Meni yana qanday qismatlar kutib o'tadigandir. Yaxshimisiz Samtka? Oy, Berna, yaxshimisiz? Naqshlarimni tayyorlab bo'lgandim. Saqlasam kelmadingiz, chaqirib ursam qaytirmadingiz. Shuni o'zim izlab kelishim. Necha kun bo'ldi qara. Men bu bek aldirashib ketdim. Muzikalarni akkordlashtirganga deyishib qo'ygan. Qilgandan keyin raus qilaylik. Buningmi ko'p mablag' ketadi. Shunga aldirsak bo'lmaydi, ha? Do'stlarimning hammasi naqsh plastinkan qachon chiqadi deb so'rab ketyotdi. Naqsh tayyor bo'lgandan keyin keyniga surmay tutish qilsak bo'ladi. Mening o o'ylig'im bor. Menga azroq fursat bergan bo'lsangiz bo'ladi, ha? Elim uzoq bo'lib ketdi. Agar chiqarish niyatingiz bo'lmasa, men avaraman. Yo'q Berna, hargiz undaq dema. Naqsh plastinkangizni men chiqarmayman emas, cho'qim chiqaraman. Kechda berib naqshlaringizni yana bir anglab baqay. Bo'ladiganlarni ikkimiz birlikda tanlaylik, ha? Bo'ladi. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Berna, bo'ldi, ovozingizmi sozgan. Berna, baya ağinlar bilan birdan o'ltirib, ikki rumkidan qiqishib olgan. Oshqinini yanchiqimga silib olgan. Ancha-muncha o'ltasan qadaq, ha? Naqshlarimiz ajoyibkan, ajoyib. Bo'ldi. Tanladim. Hammasi yardi. Naqshlarimiz bek esil. O'zingizmi shundoq chiroyli ekansiz. Samtka, siz mas'ul qapsiz. Aytladim paranglashaylik. Sizning ovozingizmi shundoq yaqinlik, o'zingizmi shundoq chiroyli ekansiz. Shunga men baqo, sizni jamoatchilikka tanitaman. Sizni cho'lpon qilib, yechtirib chiqaman. Ma'qulda, oldi bilan siz meni rozi qilsangiz, men sizning VCD plastinkangizni siz rozi o'g'idek ishlab chiqaraman. Qanday dedim? Berna, ma'qulda. Achinim Berna. Kim bo'ldi? Men sizni yaxshi ko'raman. Keting Berna. Men cho'lpon qilib tanitaman. Berna. Vaqting chiqib ketdi. Berna, men sizni yaxshi ko'rib qoldim Berna. Keting Berna. Keting Berna, ha? Men yaxshi ko'raman Berna. Xafa qolaman. Tashma, yotoqdan chiqib ketding. Undaq dema Berna. Men yotoqdan chiqib ketman. Men yaxshi ko'rib qoldim Berna. Ketimni angla Berna. Undaq dema Berna. Undaq dema Berna. Kim nima qilib qolasan? Hey. Berna, ne buldunuz Berna?
Berna. Münafık! Uspaz! Bu yerden inmeden kırdı! Ben Berna'nın VCD plastik şişler, ben onu çolpan kılıp unutmak istemem. Onu çolpan kımakçı bitti! Onu çolpan kımakçı bitti! Ben çolpanım! Berna! Bırak! Ondaqdımla, beni koyup etmeyme! Beni koyup et! Yani Berna'nı izlep kelirgen bolsam, terangni ta'dir so'yitime. Yo'qol. Aldırma. Men seni vago, men seni obdan tonib oldim. Sen aldırma. Manga atqanmıştыңны amman bir kun o'zing qaytirma. To'xtab tur. O'zga qilma, yo'qol deyman. Aldırmay tur, ha? Aldırma. Deli bika. Әң яңи, әң süzük, әң esil kino filmlerini көріп huzurlanmakçı bolsanız, Arzu film salonumuza qo'shib eling. Kiring. Meni chaqirganmidingiz? Shundaq. O'ltiring. Sizni o'makka qanday qabul qilganligimizni bilamsiz. Bilaman. Yaxshi, biladigansiz. Undaqda nemishqa o'zingizni qadrlamaysiz. Bilishingiz kerak, Berna. O'makimiz Ali ishqonlarni 30 o'quvchining ichidan tanlab ep qolgan. Boshqa savodoshlaringiz asos qatlamlarga ketdi. Lekin siz mushundaq afzal sharoit turibmi? Bizning umidimizni oqlayolmayapsiz. To'g'ri, siz yaqindan buyon kasbda tirishyapsiz. Buningga biz ko'z yummaymiz. Ammo jamiyatda orlish doirangiz bak kangda qiladi. Meningcha siz uchun bundaq kang munosabat yaxshi oqibat keltirmaydi. Yaqindan buyon o'mikimizda siz to'g'riliq ba'zi inkoslar bor. Buni siz obdan bilasiz. Ko'pchilik sizga ko'yinadi. Rahbarlik sizdan zo'r umidlarni kutyapti. Yig'lamang, Berna. Meningmi sizning ko'nglingizga azor berish niyatim yo'q. Ammo siz go'dak bir qiz. Sizning turmushingizga, taqdiringizga, kasbingizga ko'ngil bo'lish bizning majburiyatimiz. Nima bo'ldingiz, Berna? Biraz sizni ranjitga o'xshamamdi. Yo'q, meni hech kim ranjitmadi. Ammo siz nima ishga shig'ildingiz? Buni so'ramang, Ali. Meni birdan aramimga qo'yib bo'lamdi. Biz yaxshiroq paranglashsak bo'ladi, Berna. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz meni gapimni anglasangiz bo'ladi. Yo'q. Anglamayman. Hech nimani anglag'im yo'q.
Berna, ne boldun? Bo'ldilar Gulshan. Bamaylichu, naqsh plastinkamni chiqargim kelmayotdi. Men o plastinka savdogar bilan deyishib qo'ygan tursam, "Bamsan qandaq bo'ladi? Sen hargiz ansirab ketmagin. O hiliqi samatlikchakka hargiz o'xshamaydi. Uning ustiga naqshlaring bitib bo'lgan tursa, avval uning bilan ko'rishib baxmansan." Naqsh plastinka chiqarman desam, jamiyatdagilar bilan aloqa qilishga to'g'ri keladi ekan. Uningga o'makdikilar fitna fasod qilyapsan, Gulshan. Haqni gapidan qo'rqib shunchalik ishqim chirat qilamansa, jinim do'stim, bunda qilsang ko'milib qolasan. Hozir saboqdoshlarsning plastinkani chiqishini kutyapti. O plastinka savdogarining ismini nima deding? Uning ismi Erkin. Yangi hayot o'nsin markazining xo'jayini. Boshqalarning deyishicha, u ishni bak keskin qilamish. Ko'z yetgan ishqa qo'rqmay mablag' soladi deydi. Bitdik bo'ladi. Naqshlaringiz yomon emas ekan. Uslubim yangi ekan. Lekin jamiyatga chiqqanda qanday inkoslar bo'ladi, buni men bir narsa demayman. Meningcha yoshlar cho'qim yoqtirdi. Hozir yoshlar dal shunday yangi uslubli naqshlarga muhtoj. Meningcha zo'xlang'ichlar o'xshamaydi. Ko'rinishlarni alohida qilib olsak, tomoshabinlarni jalb qilib bo'ladi. Bu jihatda o'zimning ba'zi bir tasavvur planlarim bor. Undaqda yaxshi. Ems mushu bir hafta ichida naqshlaringizni lentaga elib, bir oygacha suratga olish, kirishtirish ishlarini tugatib, ona lentini tayyor qilaylik. Siz qandaq? Bo'ladi. Sizning deganingizni qilaylik. Seni tabriklayman, Berna. Qarang. Bu yer bilan bu yerni bir nuqta keltirib atasiz. To'g'rimi? Bu yerni chang tuting. Endi bu Voy. Men betlab turay. Qarang. Mana bundaq. Uqdingizmi? Uqdim. Elim. Faqatim chiqim yaxshi otdiman. Qarab. Oshyan qarg'asangiz bo'ladi. Ben sizni yaxshi ko'raman, Berna. Bu gapingiz rostmi, abla? Men sizga nurg'un va'dalarni berdim bu. Mana tegish ishlamay o'tibsizlar. Ishonaman. Ammo deysiz-ku. Ko'nglingizda nima gap bo'lsa, davrim. Siz mening kasbimni yoqtiramsiz? Albatta yoqtiraman. Yoqtirmasam siz bilan muhabbatlashamdim. Ammo hel qanday ko'chaklar bilan amdi bodi keldi qilma. Bugun Erkin deydigan bir plastik savdogar bilan to'xtamlashdim. Naqshlarimni shu chiqardigan bo'ldi. Yana naqsh plastingizni chiqarish o'yida bo'lyapsiz. Bir oy ichida hamma ishni tugatamiz. Yaxshi. Ali, Berna'nın ishqida sarang o'qib qolma yana. Bu yerda darizga qarab turguncha yotiga kirsang o'mamdi. Naydi bo'sham yo'qkan sen juma. Berna saboqda chin o'qigan ekan, senga ma'qul demay kimga ma'qul deydi?
Bernaga bak kuydi kelsende. Bo'lmasa bunchalar qo'rqinib yurmayding. Sen mendek kuni qolganini bilsa. Hozir tushunmaysan. Mushundaq yuraversan vaqo, Bernani oxir haq tortib ketdi juma. Ovoz qayib ketdi, boshqadan kelayli. Ovozim o'ziga ritmga toza moslashamayotdi. Berna sal charchab qoldimi qandaq? Berna, ozroq hayrat qiling. Mush naqshingizni elib etaylik. Bo'ladi. Meningcha naqshlaringiz cho'qim bozor topadi juma. Deginingiz kelsin, hammamiz jafodat qandirsak, qachonlardi bita. Aldirma, pat ardi bitadi. Tezroq o'sib ekan. Qazib ketyapman. Kirishtirdiganda o'zingiz ustida turgansiz. Kirishtirish ishlariga rejissor mas'ul. Haga ishlarga men kuchimni boricha tirishiman. O'zingiz ustida tursangiz bo'pti ekan. Yaxshiroq chiqadi. Cho'qim yaxshi chiqadi. Xatasham bo'ling. Avval mening gapimni anglab baqmamsiz. Men sizga tushundiray Berna. Men sizning har qanday tushuntirishingizni anglamayman. Meni qo'yib eting. Berna, bundaq tentaklik qilma. Turmush deganda unchalik savalliklar bo'lib turdi-ku. Men sizdan apu so'radim-ku. Bu so'rgan bilan ish tugamdi. Siz zodi nimishqa meni maraysiz? Men qasddan qilmadim Berna. Menga ishini. Qasddan qilmadim? Men sizning niyatingizni bilmamdim. Siz menga ishonmaydigan odam. Nimishqa men bilan arlisiz? Berna, men sizdan kechirim so'radim-ku. Men qasddan qilmadim Berna. Menga ishini. Unda qilma Berna, bo'lamdi. Berna, unda qilma Berna. Berna, hey! Qo'lin tat. Uni nima deb bo'lsa qilsa? Seni arishdigan yo'ling bormi? U degan meni saboqdishim, xizmatdishim. O sening saboqdishing, xizmatdishing bo'lsa, mening so'yginim. Uqdingmi? Eng yaxshisi bizning ishimizga aralashma, yo'ling qilma. Sizlar olmagan naqshchilar. Men tanımaydı ekanman. Belki yeni chiqqan naqshchi o'xshaydi. Balki. Kirib ko'rib baqay. Jiran. Yürek her çak kuyar, her çak kuyar. Mana necha oldu? 150 tal bo'ldi. 150 tal. Ha, Qashqar mangda. 6000 koy oldu. 6000 koy. Bak kaç oldu? 200 tal. 200 tal ha? Yani o resimde mi? 16000 koy oldu. Ma'qul amsa. Ozroq qoldi. Ma'qul. Sizni tabriklayman Berna. Naqsh plastinkangiz haqiqatan yaxshi chiqibdi. Naqshini bak yaxshi aytdingiz. Rahmat sizga Ali. Umidkilarni sizni maqtayotdi. Jamiyatda mo naqshlaringiz to'g'riliq olqish ko'p. Men sizga qoyil bo'ldim. Siz naqsh sohasida haqiqatan yangilik yaratdingiz. Hech kim sizdek yangi yo'l ichib mardonlik bilan o'tirib chiqib boqmagandi. Balki qarshi fikrlarmi chiqishi mumkin. Cho'nglar naqshlarimni cho'qim yoqtirmaydi. Biz plastinka ishlashdan burunla bu nuqtani faraz qilgan. Berna, Ha?
siz ablatni tushunamsiz. Ajab buni so'rab qoldingiz-ku. O'zimcha so'rg'im kelib qoldi. Uni yaxshi ko'ramsiz. Ali, bu gaplarni deyishmayli. Kishilik turmushda nimani tanlash o'zimning erkinligi. Balki men xato qilgandiman yoki to'g'ri qilgandiman, hozir bir nima deyolmayman. Avlatga qanday bog'lanib qolganligimni sizga tushuntirib beramayman. U bir pulliq savdogar. Shuni uni tanladingiz shundaqmi? Ali, bundaq desangiz menga haqorat qilgan bo'lasiz. Men asalda mol dunyoga qiziqmayman. Әмісі немеші сауағдышыңызды бір яқ қайрып қойып тонымайдыған бірісілер мұхаббет бағлайсыз. Сауағдышыңыз сізге ярмай қалды үшін ақма? Бәрна, әгер мұшында қысыңыз, сауағдашлар сізден нәпіретләнеді. Сауағдашлар менің шәхси тұрмышымға неме деп аралашыды екен? Хәді сылы сауағдашлар дейсіз. Менің мұталашу құқым ба? Sizni tushunmay turib yaxshi ko'rib yuribdiman. Endi o'zingizni oshkorladingiz. Bo'ldi. Sizga ikkinchi ig'iz ochmayman. Sizni tabriklayman Barna. Naqsh plastinkangiz men o'ylagandim yaxshi bozor topdi. Setilishi mana aytdi tez. Hozirgacha hech qanday naqsh plastinkasi bunday olqishga erishib baxmagan. Sizga rahmat Erkin. Siz tavakkul qilib oxirida naqsh plastinkamni xalq bilan yuz ko'rishtirdingiz. Meni jamiyatga tanitdingiz. Senga rahmat Gulshan. Sen Erkinni tanishtirmagan bo'lsang, naqsh plastinkam yorug'liq chiqatiga chiqmaydi. Hammasi o'zining tirishchanligi. Bunday ekan texnik tirishqin. Qani, ko'tarayli. Ko'tarayli. Bernodam chiqmaydi-ku. Shundigina tezroq chiqadi. Hozir chiqadi. Bernodam hozirla chiqadi. O chiqsa, uni naqsh yetkazamiz, ha? Unda qisa qatnashimda xotirimizga imzo qo'ydirib olaylik. Bernodamning naqshlarini bak yaxshi ko'rma. Bernodam yo'qidi yo'qmidi? Bernodam yo'qidi cho'qimpa. O yili chiqadi. Sizni har kuni ko'rib tursak deymiz. Bernada, men sizning naqshlaringizni yodlab bo'ldim. Naqshlaringizni bak yaxshi ko'raman. Men yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Bunda qisanglar o'rganishinglarga ta'sir etadi. Ota-onanglarni xat-xat qo'ysizlar. Gapimni anglanglar. Ma'qulmi? Bernada, unda qilmay bir naqsh aytib bering. Shunda qilinglar. Hozir mening ishim aldirash. Men sizlarni keyin yotqimga kirib naqsh aytib beray. Ma'qulmi balla? Ha? Ma'qul Bernada. Ma'qulamsa? Xo'sh. Xo'sh, Bernada. Xo'sh. Elimni necha chididim Barna. Buningdan keyin Eliq Erkin degan xumsi bilan bodikaldi qilishingizga yo'l qo'ymayman. Yana bazmixonlarda naqsh etishingizni cheklayman. Sizni tushunmabdi ekanman. Rostla tushunmabdi ekanman. Sizning moyitingizni endi bildim. Bilib qo'ying ablat. Sizning oldingizda kasbimni hargiz qurbon qilmayman. Muhabbetimizni-chi? Muhabbetimizni qurbon qilasiz? Mening ko'nglimda muhabbat o'ldi. Bugundan boshlab biz ayrilib ketaylik.
Kenim ablat, sizden ötünüp qalay. İkimizning munosabatimiz shunchalik bo'lsin. Meni zo'rlamang ma'qulmi? Nima? O'zingizcha meni ahmoq qilmoqchi bo'lyapsiz? Unda qadamga boshdan uchiq desangiz bo'lmamdi. O'zingiz meni majburladingiz. Keynimga kirib oldingiz. Men amalsizlikdan sizga ma'qul degandim. Endi ayrilib ketaman. Qat'iy ayrilib ketaman. Ayrılıp gittim ha? Ayrılıp gitmiş. Emisinde beni ahmak kılısız. Mening gapim aniq. Siz meni majburlayolmaysiz. Sizning ayrılganim ayrılgan. Yana birdan ha? Yana birdan? Gap qilmamsiz. Qani gap qilmamsiz. Qo'ying qo'limni. Bugun uchiq gapni anlamak uchun katkingizni ko'rib baqay. Munosabatimiz tugdi-ku. Yana nima deb javob olasizsiz? Bu qashuq. Agar men bilan ayrılib ketadigan bo'lsam, ustimdan so'z taqdim. Seni jamiyatda bosh ko'taramas qilib bitaman. Seni beshig'i ep ko'tarayotgan xalqmi sendan nafratlanadi. Cho'qing'ichilaringmi sendan jirginadi. Sening naqshlaringmi kasatlashidi. Qandoq tez parlagan bo'lsam, ha? Men seni shundoq tez yo'qotib bitaman. Bu ish mening qo'limdan keladi. Uqdingmi? Sen işblas, sen lükçek. Ben senden nefretlinim. Sen benim hissiyatımda azar verdin. Yüreğimde zerdat kıldın. Sen baka, senin her adamga okşaydı. Vicdansız. Doğru. Ben lükçek. Ben işblas. Ben adam emas. Gapimga javob bermaysiz-ku Ali. Taklifim besim bo'lib qoldimi qandaq? O'zingiz bilasiz Gulsha. Men Barnoni haqiqatan yaxshi ko'ratdim. Biroq u meni yaratmadi. Hatto menga haqorat qildi. Mening muhabbatimni arzimas narsa deb o'ylab qoldi. Keyin men o'zimning xato qilganligimni, uni yaxshi ko'rishning bir xil ahmoqlik ekanligini his qildim. Undaq desangiz bo'lmaydi Ali. Bir odamning muhabbati haqiqiy muhabbat bo'lsa, u umr bo'yi davomlashadi. Muhabbatni qadrlaymiz deydiganmiz, hayotdagi ba'zi umutsizliklarni, savalliklarni unutib ketishimiz kerak. Berna hozir hammani tushundi. Ba'zi ishlarga pushaymon qilyotdi. Balkim endi sizning muhabbatingizni rad qilmasligi mumkin. Berna menga ma'qul demi? To'g'ri. Bernaning sizni ranjitgan yerlari bor. Buni men bilaman. Ali, siz Bernani tushunishingiz kerak. Berna bizga kasbda muvaffaqiyat qozonmoqcha muhabbat yo'liga qadam bosmayman deb va'da bergan edi. Buni siz biladingiz-ku. Keyin Ablat degan lükchak uning kayniga kirib olib, uning ko'ngliga bir muncha azor berdi. Hozir u uningdan ayrilib, erkinlikka erishdi. Biz endi uningga kuyinmasak, tasalli bermasak bo'lmaydi, Ali. Berna rostilla ma'qul demi? Ali, ko'nlarda qochqanni qo'g'lashqandan qoch degan gap bor emasmi? Saboqdosh bo'lgandan keyin u endi hargiz rad qilmasligi mumkin. Bo'pti. Bu qatim sizning gapingizni anglay. Agar o'yin joyli qilib meni rad qilsa, bu umidda ishlamay yurtimga ketaman. Berna bilan ikkinchi yuz ko'rishmayman. Voy, Bernama? Bu qiziqgan so'zga siz jimjit yo'qolib ketdingiz-a?
2 kun bo'ldi men sizni izlayotqali. O'yinni erkashga o'rinlashtirgan. Erkin, o'yinning vaqtini sal keyniga surgili bo'larmi? Nima ish qildi? Kayfiyatim toza yaxshi emas. O'yinga ta'sir etib qolarmikin deyman. O'rinni tasda hal qildim Berna. Vaqtni o'zgartirishga qat'iy bo'lmaydi. Uning ustiga cho'qing'uchilaringiz sizning naq maydonda aytgan naqshlaringizni anglashga, sizni ko'rishga qazo bo'lyotdi. Biletmi butunlay setilib tugidi. Bu hargizm odatga o'yin emas Berna. Siz yana bir qatam dag'dug'a qo'zg'ashingiz mumkin. Sada amalimiz Qaraganda siz ruhiy jihatda ba'zi bir masalalarga duch kelganda qilasiz. Ammo o'zingizni jushqun tutishga tirishing. Ala, bu sening topon haqqing. Ishni vujudga chiqarsang, yana mukofot berim. Esingda bo'lsin, bu ishni insijonga tinmaysan. Uqdingmi? Xotirjam bo'ling. Bu ishni hargiz chandurmayman. Yaxshi. Ba'zan konferut hukumat xabar qilib ketdi. Qolgan ishni o'zim bir taraf qilaman. Bu yoqqa. Sen hurmatli tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Tuvanda do'stlik san'at o'yinining ataqliq artisti, xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin olgan talantli naqshchimiz Bernaning naqsh kechaligini hozir boshlaymiz. Uning tuvanda o'rindab bermoqchi bo'lgan naqshi Hijron. Berna naqshini haqiqatan yaxshi aytadigan. Men munchilik yaxshi aytadi deb o'ylamabdiman. Berna saboqdoshlar ichida emas, san'at sohasidami bir ham chiqadi. Uning naqshlari hissiyotga boy, odamni o'ziga tezda jalb qilib oladi. To'g'ri dedingiz Gulchan. Berna xuddi tangri tig'idan ko'tarilgan to'lin oyoqqa o'xshaydi. Biz uni qadrlashimiz kerak. Men uning naqshlari orqali uning qalbini, orzu istaklarini cho'nqur tushunib oldim.
Berna'nı xata tanlamaptı ekanman. Uning naqshlari menga nurg'un foyda yetkazdi. Aldanqı kuni Samat bilan uchrashib qolgandik. U Bernaning naqshlarini qo'ldan chiqarib qo'yganiga bak pushaymon qiladi ekan. Agar Berna qo'shilsa, uning ikkinchi plastinkasini o'zim ishlayman deydi. Men Berna bilan 5 yillik to'xtam tuzishib bo'ldim. Uning naqshlarini nashr qilish huquqi butunlay mening ilkimda. Sen bek aldın görer Cuma. Duraymen ak bu kalbini, bu azapta ötüp ketkice, kayan baray ilip başını, mini hicran ilip ketkice, kayan baray ilip başını, mini hicran ilip ketkice. Cin kalbimde Berna degan siz bo'lamsiz. Ha, nemişti? Men Gulshanning tuqquni bo'lman. Uni bugun mashina so'qyapti. Nima? Nima dedingiz? Gulshan hayotmi? O hayot ahvoli xatarlik. Uning siz bilan ko'rishgisi bor ekan. Bechora. To'xtab turing, men bir ikki savoqdoshlarimga xabar qilib qo'yay. Ey, Berna, siz Berna, telefonni keyin beraylik. Chapsam mangayli. Berna, yana kechiksangiz Gulshanning issiq yuzini ko'ramaysiz. Chapsam mangayli. Kechada chaqiriq qilgan kimdi? Uning ustidagi bu idoraning darvozasidagi telefon nomeri. Taksi. Tez chiqing. Berna ajab saqlamaylik ketib qopti. Eliqi yigit Berna'ni oldirib, telefonni urg'il qo'ymadi. Uning qo'lidan tatqan jeb ketdi. Bu qanday ish endi?
sizlarga nima qildim? Nima ishqa meni bog'lab qo'ysizlar? Bu Sodiq qayya? Bu yerning qayaligini sen bilmabsan? Yo'q, men hech nimani bilmayman. Ular meni aldab mush yerga kelib qo'ydi. Sen haqiqatan chiroyli ekansan. Men seni nurg'un pulga setib oldim. Nima deyapsan? Kim olsa? Meni qo'yib et. U ishplas. Adam qilipidan chiqqan hayvon. Nima deding? Og'zingni yum, qanjoq. Meni odatga qizlar urishib qolma. Men degan do'stlik san'at o'mikining artisti. Butun xalq meni taniydi. Agar menga ziyonkashlik qildigan bo'lsang, o'zingning putiga o'zing palti chapsan. Nima? Sen artistman? Shundaq, men artist. Ulashik meni aldab mushaga kelib qo'ydi. Hay, meni qo'yib et. Qo'llarim og'rib ketdi. Yo'q, bo'lmaydi. Nemishqa? Bu qizni men ishkirga ip kutamigidekman. U bak sazgurkan. Uning ustiga bir o'makning artistga. Sen eng yaxshi pulimni qaytarib berib, bu qizni darhol ko'zimda yo'qot. Hey, nima shuncha asrab ketsa? Kimkan u? Hey, sen uni ishkirga akasang hech nima qilolmaydi. Opiribli setiydigan tursan. Yo'q. Uni bu holatda ishkirga ip mang'ilib bo'lmaydi. Chenib qasqana qilaman. Sen meni aldab bir artistni setibsan emasmi? Asta, endi bu ishni qanday qilaman? Qanday qiladim? Pulni kelgandan keyin uni sen topshirib beraman. Ma'qul. Uni sen qo'yib et. Pulingni men qaytarib beraman. Bulamda. Yo'q. Avval sen pulni akilib berib, andin bu narsani o'zing yig'ishtirib ol. Barnazodi nari ketgandi. Odam najab masratda. Uni birasi aldab ketdimi ya? To'g'ri. Qimmatli narsaning dushmani ko'p bo'ladi. Barna yaqindan bu yer noyat shuhrat qozonib ketdi. Biroz chidamay qilib uningga yomon niyatda bo'lgan bo'lsa, Yiliqa ablatga telefon berib baqayli. Shu bilamdikan, yuring. Bu qayya? Meni nim qilib kelding? og'zingni yum. Vay, Ablatma. Yaxshimisiz? ha, Men Gulshan. Gulchan? Aha, qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? Sizdan bir ishni so'rab baqay deb telefon qilishim. Axsham Berna yotoqdan chiqib ketgan peti ta hozirgacha qaytib kelmadi. Shong sizni bilamdikan deb telefon qildim. Aha, qiziq gap qiladigansiz Gulchan. Uning bilan bo'lgan munosabatim oxirlashgani xeyli bo'lib qoldi. Buni siz bilasizmi? Bo'pti. Xo'shamsa. Uni bilmamdikan. Yo'q. Erkin Bernaning izlarini olsamla sizlarga xabar qilaman degandi. Hozir uni jimib ketdi. Barnaning uyiga xabar qo'ydim xuya. Yo'q, hozircha xabar qilmayli. Uning dadasi ig'ir yurak kasal. Bu xabarni olsa, ular cho'qim qo'rqib ketadi. Vay, Erkinmi? Gulchanmi? Ha, men. Ha, Ha, Ablat bilan ko'rishdim. U Bernani ko'rmagili uzun bo'ldi deydi. Men hozir Oblatning mashinasining keynidan agishib ketyapman. Bu oxiranlik mashina deyapti. Uningdan sal gumonlanib qelyapman. Lekin hozir aniq bir narsa deyolmayman. Sizlardan nari ketyapsiz.
Nima? Men hozir shaharning g'arbidagi tashlandiqga kelib qoldim. Bu yerda sapla eski mashinalar, temir tezaklar dövlab qo'yilgan ekan. Siz Bernaning xabarini olsangiz, menga cho'qim xabar qiling. Bo'ladi. Bergini olsamla, cho'qim sizga xabar qilib aytaman. Pulni to'liqqa keldingmi? Hammani to'liqqa keldi. Mana bu sening puling. Hey, bundan keyin bunda qizlarning yinimga akagichi bo'lma. Uning ustiga u bak sezgirkan. Buni ishga etmayishni ayt xatarlik. Ma'qul. Hey, ben qo'limda qizlarni ilib, ishkirga ma'man. Bir oydan keyin qaytib kelaman. Men qaytib kelguncha cho'qim chiroyli qizlardan tepib qo'y. Xotirjam bo'l, deginingdek bo'ladi. Bu da Janubiy Shinjongdan kelaman. Chiroyliqlarini tanlab kelaman. Biroq Berna degan qanjuqni qanday qilsa ular? Ahmoq. Uning ko'zi teng'iliq tursa, qanday qilishni o'zing bilmabsan. Ha. Bo'pti. Onu bir yerga. Qopa. O'lishak. Ma. Ushman. Hayvan. Ay, yanlışım. Berna. Berna. İtlas dursa. Beni koyuyorlar. Beni koyuyorlar. Hemen kılan sen kan yok. Berna. 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 Erken. Berna. Sen işte Berna'nın nimi kızım. Vay canına. Yine Ablet! Bu yapalarsın. Sen eski adam savdigiri gelsin. Sen kızlarını aldattın. Nime fayda erişmeştin? Çıkmaz. Aldamcı. Sen beni aldadın. Hororumla tepsendik kıldın. Beni başkalar sattın. O hayvan. Berna siz yıkıkken ben. Onu özlem çekiyor. Berna! Berna! Berna. Berna! Berna. 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 Gözünüzü yiyeceğim Berna. Berna! Sen arhan taptan dursan sana bir oldu. Berna gözünüzü yiyeceğim. Berna gözünüzü yiyeceğim. Bu zaten demiş. Gözünüzü yiyeceğim. Gelin Berna. Berna.
To'xtaysiz! To'xta!